Bola yaxshimisizlar? Qarochi bugun kechqurun Messi choy berayotgan ekan hammaga. Hamma choyxonaga. Kelmasanglar Messi xafa bo'ladi, tushundinglarmi? Men ham xotinimdan so'rab keyin boraman. Bobur aka yaxshimisiz? Meni xotinim ruxsat bermaydi, boramayman. O'l xotin quli. Voy, ko'zim achishib ketyapti, uyqum kelyapti. Kechasi qizlarga tizalamay uxlasam bo'lar ekan. Assalomu alaykum, Messi tog'alaring keldi. Abdurahmon aka kechqurun oshni aytdim choyxonaga. O'tmasanglar xafa bo'laman. Messi qara, Valer desan choyxonangga tupuribdi, bormas ekan. Suarez, chaqimchilik erkak kishiga yarashmaydi. Hech kim telefon qilmayapti menga. Uylansam xatya bu xotinim telefon qilardi-ya. Okay, yaxshimisiz? Xo'rlangan kelinni 81-qismini ko'rdingizmi? Zo'r bo'ldi-ya. Nima deb so'ksam xafa bo'lmaysan mendan. Suarez, nimaga maydonga nosingni tuflab tashlayapsan? Yashil ekan bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Nosni 1 kilometrdan hidini sezaman kuchuk. Okay, rostdan hidni zo'r sezasizmi? Qo'ltig'imni hidi bilinmayaptimi? Jo'g'alay. Shuncha sovg'a, shuncha gullar sovg'a qilgandim. Qoravoyim nimaga yig'layapsan po'palog'im? Nargiz meni tashlab ketdi. Shunga ham siqilasanmi? Qulog'ing tagidan tortib yuboraymi? Menga qara, muncha ko'p suv ichasan, boyatdan beri suv ichyapsan. Kelganingdan beri suv ichasan. O'yin o'ynamaysanmi? Abitda nima qozon kabob bilan sho'rba otib yeganmisan? Messi choyxonadan keyin yonida PlayStation bor, o'ynaylik, maylimi? Yo'q, men boramayman. Xotindan 10 gacha ruxsat olganman, boramayman. Senda insof degan narsa yo'q ekan. 3 bachok suvni ichib qo'yding. Mana bechara qoravoylar ham suv ichsin. Bor, unda ko'ra futbol o'ynay, kechqurun ko'p qatnaysan bo'lmasa. Oyligimni oshirmasangiz, xotiningizga hamma zapal videolar tashab beraman. Sen bola yana suv ichgani keldingmi? Odam ekansan, Do'stim, men sen uchun любой vaziyatda og'ir kuningda yoningdaman. Yo turaman, yo o'laman.